Mani judayam kuydirding. Shu tugun bo'lib turibdi bolam. Insofi bormi bu odamlarni deyapman. Ishqil bolamni ishi o'ngidan kelib, aqlchiga yoqilmasin shu bolalarimni deb o'tiribman. Shularning rohatini ko'raydim. Adang ko'rmaganni men ko'raydim. Bola o'g'lisiga aylanishibdi hammasi. Mavlan bolasini o'g'irlayapmanmi? Qoningga bola solib qo'yishibdi. Noinsoflar. Xudo jazosini bersin ularni. Shuncha ham kuydiradimi? Vijdonsizlar. Beti yo'li. Bolasi yo'qmi shularni, ha? Akramni ko'rgansan, qanaqa qilib changlada, suvlarda lohas bo'lib yurgan. Sen ham birga yurgansan, o'sha bilan ko'rgansan ahvolini. Mashinasini ko'rib bo'lmas edi, changiydi. U yoqqa yugur, bu yoqqa yugur. Endi qanaqa qilib uni narsasiga xo'jayinchilik qilib birovlarga bermoqchi bo'lib o'tiribsan. Bu bolalarni, 10 ta bolalarni rizqi nasibasi-yu, sen sabr qilsang hammasi bo'ladi-yu. Hozir Zariya ham mana uyi yo'q. Husanni ham uyi yo'q. Zoir o'g'lim ham qo'llari orib, toliqib keladi, oilam deb. Nahotki shu akam, onam demasang.